Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal günlük haberlerini görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamsızda qıtanlar ikranımız olsun. Şarkı Türkistan'daki qanğa boyalgan paxtaning ishlab chiqarish miqdori 6 milyon tonnadan oshgan. Xitoyning Sharq Turkistonda izchil davomlashtirayotgan majburiy emgakka selish jinoyatidagi asosliq mahsulot bo'lgan qonga bo'yalgan paxtaning ishlab chiqarish miqdori davomli oshayotgan bo'lib, tarixdagi eng yuqori pallaga yetgan. Xitoy statistika idorasi 26 dekabr 2025 yillik paxta ishlab chiqarish dokumentini e'lon qilgan bo'lib, dokumentda ko'rsatilishicha Sharq Turkistondagi paxta ishlab chiqarish miqdori tunji qatim 6 milyon tonnadan oshib 6 milyon 165 ming tonnaga yetgan. Bu Xitoyning umumiy paxta ishlab chiqarish miqdorining 92,8%ni egallagan. 2025 yili Sharq Turkistonning paxta terish ko'lami oldingi yildagiga solishtirganda 5,9% oshib 38 milyon 875 ming mu, taxminan 2 milyon 500 ming gektarga yetgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatida majburiy emgak masalasi xalqaro nuqtali diqqat tortgan bo'lib, xususan paxta mahsulotlari alohida kun tartibga kelgan. Amerika hukumati tasdiqlab ijro qilayotgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunida paxta mahsulotlari asosliq tekshirish obyekti bo'lgan. İnsan haqlari tashkilotlari aql ambarlari e'lon qilgan nupuzli dokumentlarda bir turkum xalqaro dangliq markalarning Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik ekanligining ta'kidlanishi mazkur shirkatlarning savdolariga ta'sir ko'rsatgan. Gerçi Amerika tamojnasida majburiy emgak mahsulotlari qonun bo'yicha to'silib kelgan bo'lsa-mu, boshqa ko'plagan davlatlarga to'salg'usiz eqib kirmoqda. Jumladan Angliya Sheffield Hallam Universiteti 2023 yili dekabr oyida Uyg'ur majburiy emgakiga aloqador Uyg'ur rayonidan Yevropagacha bo'lgan kiyim-kechak ta'minlash zanjirini isqo'g'lab tekshirish nomli dokument e'lon qilib, Yevropadagi dangliq kiyim-kechak markalarining Uyg'ur majburiy emgaki bilan zich munosabati borligini oshkorlagan edi. Xitoy bo'lsa turli vositalar bilan bu jinoyatini pardozlashga, inkor qilishga urinib kelmoqda. Bulardan sirt Xitoy yana majburiy emgak masalasi sababli Sharq Turkistonning paxtasini ishlatishni rad qilgan shirkatlardan besim ishiltish, tahdid selish, ularga Xitoy bozorini taqash qatorliq vositalar bilan o'ch olmoqda. Xalqaroning besimi va tanqidlarga qaramay Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetilgan paxta ishlab chiqarishning davomli eshib menishi bu jinoyatning to'xtovsiz davomlashayotganligini va qonga bo'yalgan Sharq Turkiston paxtasining butun dunyoning bulung puchqoqlarigacha izchil tarqalayotganligini ko'rsatib bermoqda. Doktor Nabijan Tursun Istanbulda Uyg'ur tarixi to'g'riliq tafsiliy leksiya sundi. 27 dekabr Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati va Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining o'rinlashtirishi bilan Istanbulning Safaköy rayoniga joylashgan Uyg'ur ilm va madaniyat tadqiqot vaqfi zalida Tunulgan tarixshunos Doktor Nabijan Tursun Uyg'urlarning tarixiy qismati va Sharq Turkiston Jumhuriyatlari temasida leksiya so'zladi. Mahmudjon Damollamning Qur'on tilovati bilan boshlangan yig'inda oldi bilan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Musajon Ar ichili so'zi qildi. Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi Sirajiddin Azizi, pedagog Abdurashid Niyoz qatorliqlarmi qisqacha so'z qilgandan keyin Doktor Nabijan Tursunning leksiyasi boshlandi. Yig'in zali Istanbulda yashayotgan Uyg'urlar bilan liq to'lgan bo'lib, Doktor Nabijan Tursun 3 soatdan ortiq davomlashgan leksiyada Uyg'urlarning milodiyadan ilgarigi 300-yilidan boshlab Xitoyning 1949-yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilishigacha bo'lgan 2100 yillik tarixini, qurilgan saltanatlik davlatlarni, turli utuqlarini, ichinishlik mag'lubiyatlarni, tarixiy saboqlarni bayon qilib o'tdi. Doktor Nabijanning leksiyasining ko'p qismi 1933 yili qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va 1944 yili qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilish va yiqilish jarayonlariga markazlashdi. U har ikki jumhuriyatning yiqilishiga asosligi sobiq Sovet ittifoqining sabab bo'lganligini, Sharq Turkiston xalqi tarixdan buyon turli urushlarda g'olib kelgan bo'lsa-mu, ammo siyosiy jihatdan g'alaba qilishga muvaffaq bo'lolmaganligini ta'kidladi. Leksiyadan keyin Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati Doktor Nabijan Tursunga taqdirnoma taqdim qildi.
Yig'inga ishtirok qilgan xonimlarmi uningga sovg'at hadyasi qildi. Yig'in oxirida doktor Nabijan Tursunning Uyg'ur umumiy tarixi nomli zo'r hajmlik asari alohida e'tibor baho bilan setildi va kitobga imzo qo'yish faoliyati o'tkazildi. Doktor Nabijan Tursun Istiqlol televiziyasiga mazkur bir yurish asarini o'z imzosi bilan taqdim qildi. Xitoy Tayvan atrofida keng ko'lamli harbiy manevr boshladi. Tayvan bo'g'izidagi vaziyat keskinlashayotgan, Xitoyning tahdid xarakterlik harakatlari ko'payayotgan bir paytda Xitoy Tayvan orolining atrofida keng ko'lamli harbiy manevr boshlaganligini Xitoy armiyasining 29 dekabrdan boshlab 5 ayrim rayonda haqiqiy o'q-dori ishlatiladigan birlashma harbiy harakat ijro qilganligini bildirdi. Xitoy armiyasi bayonotchisining aytishicha, Xitoy armiyasi Sharqiy saf qo'mondonlik shtabi atalmish adolat vazifasi 2025 nomli bu manevrga quruqliq, dengiz, havo va raketa qismlarini qatnashtirgan. Xinhua agentligi e'lon qilgan xaritada Tayvan orolini qurshab turgan 5 rayonda dengiz va havo qatnashining cheklanganligi ko'rsatilgan. Tayvan armiyasi Xitoyning bu harakatiga qarata darhol tez inkas qaytarish mexanizmini ishga kirishtirib, muhim nuqtalarga muvofiq harbiy kuchlarni o'rinlashtirganligini bildirdi. Tayvan prezidentlik mahkamasi bayonotchisi Xitoyning xalqaro qoida mezonlarga xilof holda qo'shni davlatlarga harbiy tahdid selishini qattiq ayblaydiganligini jakarladi. Yaqinqi 1-2 oy ichida kun tartibga kelgan Yaponiya bosh vazirining Tayvanga aloqador bayonlari, Yaponiya parlament a'zolarining Tayvanda ziyoratda bo'lishi, Amerikaning Tayvanga tarixdagi eng zo'r miqdordagi qurol-yarog' setib berishi qatorliq bir qator masalalarmi Xitoy-Tayvan munosabatini texmo keskinlashtirmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.